Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan nuklein kislotalar mavzusini ko'rib chiqamiz. Nuklein kislota degan atama birinchi marta nukleoz yadro so'zidan olingan. Birinchi marta Friedrich Mischer tomonidan qonning leykosidlar yadrosidan topilgan. Nuklein kislota ikki xil bo'ladi. DNK ikki zanjirdan iborat, ikkinchisi RNK bir zanjirdan iborat. DNK dezoksiribonuklein kislota eukariot hujayralarining yadrosida, shuningdek mitoxondriya va plastidada aniqlangan. RNK ribonuklein kislota asosan sitoplazmada joylashgan bo'lib, qisman yadroda, shuningdek mitoxondriya va plastidada uchraydi. Nuklein kislotalar polimer moddalar bo'lib, ularning monomeri nukleotidlar hisoblanadi. Har bir nukleotid 3 ta komponentdan tuzilgan. Birinchi komponent azotli asos. Ikkinchi komponent monosaxarid, uchinchi komponent fosfat kislota qoldig'i. Azotli asoslar tuzilishiga ko'ra ikki xil purin asosi va pirimidin asosiga bo'linadi. Purin asosiga adenin va guanin kiradi. Pirimidin asosiga timin, sitozin va uratsil kiradi. Uratsil faqat RNKda uchraydi, DNKda uchramaydi. DNKda komplementarlik qoidasi: adenin, guanin, sitozin, timin bo'ladigan bo'lsa, adeninga har doim timin komplementar, guaninga har doim sitozin komplementar bo'ladi. Sitozinga guanin, timinga adenin komplementar bo'ladi. DNKda fosfat difer bog'larni topish. Fosfat difer bog'lar DNKni uzunasiga bog'lab turadi, ya'ni yuqoridan pastga qarab nukleotidlarni birlashtirib turadi. Adenin va guanin o'rtasida, guanin va sitozin o'rtasini, sitozin va timin o'rtasini yoki timin va sitozin o'rtasini, sitozin va guanin, guanin va adenin o'rtasini bog'lab turadi. Bu fosfat difer bog'lar hisoblanadi. Aytaylik, mana bu DNKda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta nukleotiddan tuzilgan bo'lsa, ular orasidagi fosfat difer bog'lar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta tashkil qiladi. DNKdagi jami nukleotidlardan ikkini ayiradigan bo'lsak, fosfat difer bog'lar kelib chiqadi. DNKdagi vodorod bog'lari. Adenin va timin o'rtasida 2 ta vodorod bog', guanin va sitozin o'rtasida 3 ta vodorod bog' bo'ladi. Sitozin va guanin o'rtasida ham 3 ta, timin va adenin o'rtasida 2 ta vodorod bog'lar bo'ladi. Vodorod bog'larni topishning birinchi usuli: buning uchun DNKdagi jami adeninlar sonini yoki timinlar sonini 2 ga ko'paytiramiz. Shunda adenin va timin o'rtasidagi vodorod bog'lar kelib chiqadi. Guaninlar sonini yoki sitozinlar sonini 3 ga ko'paytiramiz. Guanin va sitozin o'rtasidagi vodorod bog'lar kelib chiqadi. Ikkalasini qo'shib qo'yadigan bo'lsak, DNKdagi jami vodorod bog'larini topgan bo'lamiz. Ikkinchi usuli, bu juda ham oson usul hisoblanadi. Ya'ni DNKdagi jami nukleotidlarga guaninni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, jami vodorod bog'larini topamiz. Bundan biz bir qancha usuldan foydalansak bo'ladi. Ya'ni jami vodorod bog'larini DNKdagi jami nukleotidlardan ayiradigan bo'lsak, yuqorida guanin deb topsak bo'ladi. Agarda biz DNKdagi jami vodorod bog'lardan fosfat difer bog'larni ayirib tashlaydigan bo'lsak, guanin plus 2 kelib chiqadi. Agar ikkalasining farqidan chiqqan sondan 2 ni ayirib qo'ysak, guaninni topgan bo'lamiz. DNKning uzunligini topish. DNK biz bilamiz 2 ta zanjirdan iborat va spiralsimon holatda bo'ladi. Har bir aylanasining uzunligi 0,34 nanometr yoki 3,4 angstrumni tashkil qiladi.
DNKning uzunligini topayotgan vaqtimizda har doim bitta zanjirdan foydalanamiz. Aytaylik, DNKda 2000 ta nukleotiddan iborat bo'lsa, buning uchun 2000 ni 2 ga bo'lib olamiz. 1000 ta nukleotid bitta zanjirda va bu 1000 ta nukleotidni 0.34 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 340 nanometr kelib chiqadi. Reduplikatsiya jarayoni bu DNKni 2 hissa ko'payishi deb ataladi. Aytaylik, DNKda mana shunday zanjir bor. DNKni 2 hissa ko'paytirayotgan vaqtida DNK polimeraza fermenti ishtirok etadi. Buning uchun DNK dastlab o'rtasidan vodorod bog'lari kesiladi va kesilgan har bitta zanjirdan yangi nukleotidlar sintezlanadi. Mana shu tariqa DNK 2 hissa ortadi. Bu reduplikatsiya jarayoni deb ataladi va bunda DNK polimeraza fermenti ishtirok etadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalimizni kuzatishda davom eting.